Raspakovkachi Gangnam Style Cosmetics 3 yoshga to'lganligi munosabati bilan menga va Nazokat opaga shunaqa katta sovg'a berishdi. Bu juda ham og'ir ekan. Ichida nima borligiga qiziqyapman. Kelinglar birgalikda raspakovka chek qilamiz. Bunaqa chiroyli qilib upakovka qilib berishdi. 3 yosh muborak Gangnam Style Cosmeticsda yozib ham qo'yishibdi. Kelinglar birgalikda ochamiz. Bismillah. Dadadadam dadadadam dadadadam. Dyson mı? Dyson. Menga Dyson sovg'a qilishdi. Hech kim menga hali bunaqa qimmatbaho sovg'a bermagan. Ochib ko'ramiz. Prostadan Dyson. Moqarela. Yangi chiqqan Dysondan ekan. O'ying. Dyson. Dyson olaman deb yurgandim, lekin pulimdan qizg'anayotgandim, chunki bu juda ham qimmat. O'zbekistonda qancha turilishini kommentariyaga yozib ketinglar. Koreyada juda ham qimmat. Shuning uchun ololmasdan qornim og'rib yurgandim. Dyson sovg'a qilishdi. Vajaj! Qaynonam yordam kerak. Dadadam. Qaynonam hayratda salafanini yetib o'zimni iPhone ochayotgandek his qilganman. Yaqinda chiqqan Dyson versiyasi ekan, qaranglar rangini. Xullas Dysonning ichidan shuncha nasatkalar, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita nasatkasi bilan shunaqa narsasi bor ekan. Endi buni ishlatib sizlar bilan har xil soch stil qilishni o'rganamiz. Umrida birinchi marta Dyson ko'rgan qaynonam bilmayaptilar qana qo'yishi. Umrimda hali bunaqa qimmatbaho podarka olmagandim. Dyson olib bergan pullaringizga pullar qo'shilsin. Ilohim.